Hammaga salom. Demak, Excel darslarini davom ettiramiz. Hozir endi Excel oynasi bilan tanishib chiqamiz. Buning uchun dastavval Excel dokumentimizni ochib olamiz. Mana Excel faylimiz demak ochildi. Endi u bilan tanishib chiqamiz. Eng yuqoridan boshlaydigan bo'lsak, bu yer ribbon paneli deyiladi. Ribbon paneli menyular qatori hamda lentadan iborat. Undan ham yuqorida toolbar bor. Ya'ni bu yerda eng ko'p ishlatiladigan tugmalar qo'yib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Excel umuman olganda ustunlardan, ya'ni yacheykalardan tashkil topgan, ya'ni ustunlar hamda qatorlardan tashkil topgan. Ustunlarimiz harflar bilan nomlangan. A'dan boshlab, demak, umuman olganda ustunlarimiz 60 mingdan ziyod bo'lishi mumkin. Uni taxminan ko'rish uchun, demak, A'dan boshlanar ekan, oxirini ko'rish uchun Ctrl o'ngga strelkasini bosadigan bo'lsak, demak, Excelning oxirgi ustuniga olib boradi. Demak, oxirgi ustuni XFD ekan. Yana birinchi ustun tomon qaytish uchun Ctrl chap strelkani bosamiz. Va bu yoqqa qaytdik. Ana endi qatorlar demak milliondan ortiq bo'lishi mumkin. Demak, birdan boshlanibdi. Qatorning oxiriga tushish uchun demak Ctrl pastga tugmani bosamiz. Demak, oxirgi qatorimiz mana 1,48,576 qator ekan. Ko'rib turganingizdek, buncha keng maydon bilan yetarlicha ma'lumotlar bazasini shakllantirsa bo'ladi. Yana birinchi qatorga qaytish uchun Ctrl yuqoriga strelkani bosaman va yuqoriga mana qaytamiz. Pastroqqa tushadigan bo'lsak, mana list yozib turibdi. Bu yerda varoqlar bo'lishi mumkin. Bir nechta yangi varoqni hosil qilish uchun mana plus tugmachasini bossak, yangi varoq hosil bo'ladi. Mana bu birinchi varog'imiz, bu ikkinchi varog'imiz. Demak, bu varoqlar soni 255 ta bo'lishi mumkin. Buni ochiq o'zim hali sinab ko'rganim yo'q, lekin manbalarda 255 tagacha bo'lishi mumkin deyilgan. Xo'p, mana varoqlar soni juda ham ko'p. Juda ham ko'paygan sari bu yerdagi mana ikkita tugma yonadi. Ya'ni bu yerga sig'maganlar shu o'ngga yoki chapga strelkasi orqali bu varoqlarga bir-biriga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu varoqlarni endi ustiga bosish orqali o'sha varoqqa o'tiladi. Varoqni nomiga e'tibor beradigan bo'lsak, list 1, list 2, list 3, list 4 deb ketilyapti. Bu nomini o'zgartirishimiz mumkin. Buning uchun o'sha varoqqa kelib, sichqonchaning o'ng tugmasini bosamiz hamda pereiminovat degan bitta yozuvimiz bor. Shuni bossak, yozuv oynasi formachaga o'xshab ochiladi. Bu yerga demak o'zimizning varoqqa nom berib qo'yishimiz mumkin. Varoq deb nomlab qo'yishimiz mumkin. Mana varoq nomlandi. Bundan tashqari bu varoqlarimizni joylarini o'zgartirishimiz mumkin. Aytaylik, 10-varog'imizni varoqdan oldinga qo'ymoqchimiz. Uning uchun o'sha varoqqa kelib, sichqonchani chap tugmasini bosib turamiz hamda qo'yib yubormasdan kerakli joyga qarab suramiz. Ya'ni varoqdan oldinga surib qo'yib yuboramiz. Demak, varoq 10-varog'imiz, list varog'imiz varoqdan oldinga demak keldi. Xo'p, aytaylik, shu varoqni orqa fonini ham o'zgartirib qo'yish mumkin. Ayniqsa ko'p varoqlar bilan ishlaganda eng muhim varoqni topishga osonroq bo'lish uchun odatda shu orqa fon berib qo'yiladi. Varoqni orqa fonini o'zgartirish uchun svet yarlikcha tanlab, aytaylik, qizilni tanlab qo'ydim. Mana boshqa varoqqa o'tadigan bo'lsam, varog'imiz foni qizil bo'lib, har qancha ma'lumot orasidan darrov topish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bundan tashqari aytaylik, shu varoqni men yashirib qo'ymoqchiman. Shunaqa imkoniyat ham bor Excelda, ya'ni qaysidir listda men yoki listlarni varoqlarni yashirib qo'yishimiz mumkin. Aytaylik, varoqni yashirib qo'ymoqchiman. Buning uchun shu varoq ustiga kelib, sichqonchaning o'ng tugmasini bosaman va skrypti tugmasini bosaman. Mana ko'rib turganingizdek, varoqimiz yo'qoldi. Endi uni qanday topaman yoki qanday ko'rsatishimiz mumkin? Buning uchun xohlagan bir varoqqa borib, sichqonchaning o'ng tugmasini bosamiz va pokazat tugmasini bosib qo'yamiz.
bu yerda yashiringan varoqlar ro'yxati chiqadi. Bu yerdan kerakli varoqni tanlab OK tugmasini bossak, bu varoq yana mana ko'rinishni boshlaydi. Pastki o'ng chetga o'tadigan bo'lsak, yana bu yerda ishlatiladigan plus hamda minus tugmachalari bor. Bu shu ishchi oynamizni kattalashtirish, kichiklashtirish maqsadida ishlatiladi. Plusni bossak kattalashadi yoki bu yerdagi tugmachani ushlab o'ngga sursak kattalashadi, chapga sursak demak kichiklashadi. Buni yana ham osonroq usuli bor. Ya'ni buning uchun Ctrl'ni bosib, sichqoncha g'ildiragini aylantirish orqali ham amalga oshirsak bo'ladi. Bu ancha mana qulay. Menimcha bugunga yetadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.